işe girişilsin. Mine bugun Shumanay rayoni 7-sala Jasorat maktabining saltanatli va'da beruv marosimida 5-klass o'quvchilari, 26 nafar o'quvchilari saltanatli va'da bermoqda. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlarni kelajak avlodda harbiy vatanparvarlik ham yuqori o'quv harbiy oliy ta'lim muassasalarini jo'natib berishga keng turda imkoniyat yaratilmoqda. Bundan tashqari o'quvchi yoshlarni fan olimpiadalarına, sport musobaqalarına o'zining malakalarini asrash jarayonida keng turda turtki bo'lmoqda.